Jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi bugun ikkita shov-shuvli, ya'ni klip olish paytida jarohatlangan qiz hamda oliygohda sodir bo'lgan yong'in bo'yicha sud ishini ko'rib chiqishni boshladi. Muxbirimiz Mo'tabar Nurmuhammedova sud jarayonlari haqida so'z yuritadi. Ozoda Nursaidovaning qo'shig'iga klip suratga olish jarayonida jabrlangan Sabrina Jabborova kecha O'zbekistonga uchib keldi. Bugun esa jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudiga ko'rsatma berish uchun keldi va sud avvalida bizga Turkiyada o'tkazilgan operatsiya jarayonlarini so'zlab berdi. Ko'rib turibsiz, men chalajon bo'lib qoldim, tug'olmas bo'lib, singa yirtilgan, yarim nogiron bo'lib qoldim. Ko'zim tushib ketdi, zrenam har bir operatsiyada zrena tushadi, ko'rolmas bo'lib. Endi holatim yarimjon bo'lib qoldim-da. Syomka paytida og'ir jarohatlangan model aktrisa 2024-yilning 7-noyabr sanasida Dilbarim qo'shig'iga klip suratga olish jarayonida mashina g'ildiraklari ostida qolgan. Klipga suratga tushayotgan voyaga yetmagan qiz avtomobilni boshqarib avariya sodir etgach, 22 yoshli aktrisaning og'ir tan jarohatiga sabab bo'lgan. Voyaga yetmagan qizning ishonchli vakili uning haydovchilik guvohnomasi bo'lmagani va bu klip suratga olayotgan jarayonda aytilganini so'zlaydi. Ijodiy jamoadan men mashina haydolmayman deb aytgan, lekin o'sha giylikni haydab kelgan shofyor sizga o'rgatadi deb bir 20 minut, yarim soatcha qizimga haydashni o'rgatishgan. Bu keyin haydaysan deb ko'rsatma bergandan keyin bu qilishim kerak ekan deb yosh bola endi haydagan. Chunki u yerdagi syomishni gruppadagilar buni bilish kerak edi-ku, buni yosh qizligini, buni pravasi yo'qligini, texnika bezopasnostligini ta'minlash kerak edi-ku. Bu temada endi kimnidir ayblamoqchi emasman, bu Allohdan hammasi. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudida Ozoda Nursaidovaning klipida jarohatlangan qiz holati bo'yicha sud boshlandi. Sudda jabrlanuvchining advokati Sabrina Jabborova hali sud ishi materiallari bilan tanish emasligini aytib muhlat so'radi. Ish hujjatlar bilan tanishish, foto nusxalar olish hamda jabrlanuvchini bugun mazasi yo'q ekan, ko'rsatma bera olmayman, holim yo'q degani sababli ishni boshqa kunga qoldirish to'g'risida iltimosnoma taqdim qilaman. Sud jabrlanuvchi va uning advokati iltimosnomasini qanoatlantirdi. Kelgusi haftaga tanaffus e'lon qildi. Jinoyat ish hujjatlarini o'rganib, haqiqatan ham jabrlanuvchi Jabborova jinoyat ishi bilan tanishmaganligi munosabati bilan Jabborovaning advokati Komilova tomonidan keltirilgan iltimosnomasi qanoatlantirilsin. Xuddi shu sud zalida sudya Bahronberdiyev raisligida yana bir shov-shuvli voqea. Agrar universiteti hududidagi yirik yong'in yuzasidan sud boshlandi. Muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish to'g'risida suddan qaror bormi? Toshkent viloyatining Qibray tumanida joylashgan Toshkent davlat agrar universiteti hududida yirik yong'inda oliygoh binolariga jiddiy zarar yetgan. Bugun holat yuzasidan oliygohning yuqori lavozimlarda ishlagan 3 nafar mansabdorlar ustidan sud boshlandi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Aydus Yermekbayev, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent.